Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar? Charchamay turibsizlarmi? Tinchmisizlar? Hop, navbatdagi adresimizga keldik. Xudo xolisi bu yerga chiroyli bitta taroqli darvoza jiyanlarga qilib berdi. Shu darvozamizni ko'rib turib, bizni chaqirib buyurtma qildilar. Xudo xolisa joylari mana shu. Adresni o'zlaridan точно so'ramiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamay turibsizmi? Endi shunaqa klientlarimizni bezovta qilib turamizda, adreslarni точно aytib bersangiz. Endi adresimiz mana Yangiqo'rg'on yo'nalishi Barkamol mahalla, Barkamol mahalla kenti Barkamol ko'cha, 15-uy uyimiz. Ismim endi Shartmasdir. Jiyaningizga qilib berganimizda o'shani ko'rib chaqirdingiz-da. Bu şeyde jiyanimga qilishdi. Dorizalar yo'qdi. Mana chaqirtirdim, mana xudo xolisa o'lchashdi. Xudo nasib qilsa tayyorlab o'rnatib berishdi. Klientlarga tavsiya qilaysiz, xudo xolisa. Tavsiya qilaman, chiroyli ishlari. Ishi jivoyini yo'qdi. Jivoyini ko'rgansiz-ku, to'g'rimi? Menga yo'qdi. Gap yo'q. Ma'qul. Oltin darvozani hammaga tarqatayrizlar, xudo xolisa, aka. Xudo xolisa. Razmerlarni oldi. Qo'llab-quvvatlab videolarga layklar bosib turinglar. Salomat bo'linglar.